Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi mana temir qafasimiz tovuqlar uchun tayyor bo'ldi. Uzunligi 3 metr, tuxumdoni hisobi bilan 3.45 alohida tuxumdoni bor. Ikkiga ajratilgan 2 xonali tuxumdoni. Mana bu yerda tuxumini tashqarida turib bemalol olib foydalanish mumkin. Ranglari esa salatoviy. Eshiklari 2 ga ajratilgan, 2 xonaga ajratilgan qafasimiz. Uzunligi 3 metr, eniga 1.15 cm, balandligi 1.70 cm ga ajratilgan. Bu qafasimizni Namangandan Rishtonga yetkazib berish xizmati bilan 4 million so'mga tayyorlab berdik. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol murojaat qilib bog'lanishlaring mumkin. Kanalimizga obuna bo'lib, like dan tavsiyalarimizni azizlar. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar.